Kogon shahar axborot kutubxona markazi xodimlari Aziz Nesining G'aroyib bolalar romani asosida tayyorlagan buktireylari. Aziz Nesining Hushtak afandim, Ona tarbiyasi, Futbol quroli, G'aroyib bolalar kabi qissa va hikoyalari o'zbek tiliga tarjima qilingan. Ularda yozuvchi jamiyat illatlarini fosh qiladi. Kulgili vaziyat, xususiyat va holatlar orqali kishilarni beixtiyor o'z nuqsonlari ustidan kulishga majbur etadi. G'aroyib bolalar romani 1967-yilda yozilgan bo'lib, Aziz Nesining eng ko'p sotilgan kitoblaridandir. Yurtimizda bir necha bor qayta nashr etilgan. Roman avval sinfdosh bo'lgan, keyin biri boshqa shaharga ko'chib ketgan 10 yoshli Ahmad Tarbay va Zaynab Yo'lqirning boshdan kechirgan voqealarni bir-birlariga xat orqali aytib berishi ustiga qurilgan. Ahmad va Zaynab Istanbuldagi bir maktabda o'qishadi, lekin keyinchalik Zaynab Anqaraga ko'chib ketadi. Ular bir-birlariga doim xat yozib turishadi. Zaynabning Metin ismli ukasi, Ahmadning esa Fatosh ismli singlisi bo'ladi. Ahmad Zaynabga, Zaynab esa Ahmadga maktabda va uyda bo'lgan voqealar haqida aytib beradi. Bu kitobda bola nigohi orqali kattalar, ya'ni ota-onalar va o'qituvchilarning nojo'ya xatti-harakatlari, o'zaro munosabatlardagi yolg'on, munofiqlik, soxtaliklarga qanchalik haqqoniy baho berishi, ich-ichidan ularga qarshi isyon ko'tarishi hayotiy voqealar asosida ifoda etiladi. Roman mutolaasiga kirishar ekansiz, qahramonning ilk xatidanoq yuzingizda kulgi yuguradi. Asarda latifa yoki hangomalar yo'q, lekin bolalarning hayotdagi voqealar va vaziyatlarni ko'rib kulishdan o'zingizni to'xtata olmaysiz. Sizlarga ushbu romanni o'qishni tavsiya etamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.